15 yil. Bu bizning birgalikda yaratgan tariximizdir. Yuzlab insonlarning kundalik mehnati evaziga barpo etilgan kompaniya qissasidir. Bu yo'l sinovlarga, dadil qarorlarga va yorqin yutuqlarga boydir. Safarimiz boshida oldimizda O'zbekiston qishloq xo'jaligini rivojlantirishga o'z hissamizni qo'shish, samarali va ishonchli yechimlarni taklif etishdek muhim vazifalar turardi. Biz Germaniyaning ilg'or tajribasi va innovatsion texnologiyalarni mutaxassislarimizning ishtiyoqi va qat'iyati bilan birlashtirdik. Shu tariqa Uz-Class Agro kompaniyasi dunyoga keldi. Biz mijozlarimiz va hamkorlarimiz bilan birgalikda o'sdik. Zamonaviy va ishonchli texnika tufayli fermerlarimiz yangi imkoniyatlarga ega bo'lishdi. Ularning ish samaradorligini oshirishga yordam beradigan imkoniyatlar paydo bo'ldi. Germaniya, Fransiya, Xitoy va boshqa mamlakatlardagi sheriklarimiz bilan yaqin hamkorligimiz shuni ko'rsatdiki, haqiqiy muvaffaqiyat ishonch va umumiy maqsadlar asosida quriladi. Bizning asosiy qadriyatimiz va kompaniyamizning asosi bu insonlarning qadr-qimmatidir. Iqtidorli mutaxassislar, tajribali mexaniklar, malakali xizmat ko'rsatuvchi mutaxassislar, malakali menejerlar. Aynan ularning mahorati va fidoyiligi texnikaning dalalarga o'z vaqtida chiqishi va to'xtovsiz ishlanishi, hosilning tez, yo'qotishlarsiz va eng yuqori sifatda yig'ib olinishini ta'minlaydi. Bugungi kunda Uz-Class Agro minglab fermerlar uchun ishonchli tayanchidir. Bu respublikamiz iqtisodiyotiga qo'shayotgan haqiqiy hissasidir. Har mavsum oldimizda yangi vazifalar qo'yiladi va biz birgalikda eng yaxshi yechimlarni topamiz. 15 yil. Bu nafaqat muhim marra, balki yangi yutuqlarga erishish uchun boshlang'ich nuqtadir. Oldinda bizni dadil loyihalar, ulkan g'alabalar kutmoqda. Biz nafaqat bilamiz, balki ishonchimiz komilki, O'zbekiston qishloq xo'jaligining kelajagi muvaffaqiyatli, farovon va kuchli bo'ladi va biz uni aynan shunday bo'lishi uchun mehnat qilamiz. Uz-Class Agro 15 yil siz bilan birga.